O'zbekistonda birinchi bor o'zak hujayralar bilan davolanib natijaga erishgan oilamiz. Bu patsientkamizni o'zligisi internetdan topib 9-sentyabr 2023-yilda menga mana shunaqa kattakon xat yozgan ekanlar. Demak, bu yerda aytilganida 10 yildan beri farzandimiz yo'q. Zaxiramda bor yo'g'i 10 dona follikul qolgan. 10 yillik birlamchi bepishli, neobstruktivniy azospermiya, varikotseliya bo'lgan, gormonal stimulyatsiya bo'lgan, turmush o'rtoqlari bir necha marta tuxumlarni ochilib, mikroteza qilib ichidan spermatozoidlar qidirishgan, lekin chiqmagan sababli bo'ldi, bo'lmaydi deb aniq bir erkaklik faktorli bepishlik qo'yildi. Demak, boshqa yo'li yo'q. Bo'ldi, farzandli bo'lmaysizlar deb aytilgan. Bir tarafdan bu to'g'ri, chunki hamma yo'lini qilib ko'rishgan edi. Lekin bu qizni o'zi internetdan mana shu o'zak hujayralar bilan davolashni o'qib menga yozgan ekanlar. Mana shuni Rossiyada, Moskvada qilinar ekan, shu muolaja sizlarda bormi, shuni qilib bera olasizlarmi deb yozgan ekanlar. Biz klinikamizga bilan chaqirganmiz. O'zak hujayralar bilan davolashni, ya'ni lechение azospermiya стволовыми клетками degan терапияны olib borilgan bo'ladi. Клеточная терапия со стволовыми клетками. Делаем мы на мужское бесплодие с тяжелой необструктивной азоспермией. 3 oydan keyin ochganimizda biz bo'lishgandik. 1-2 ta spermatozoid chiqdi. Yana qayta gormonal davolandik va yana 3 oydan keyin ochganimizda yana 3-4 ta spermatozoidlar chiqqandan keyin qizimizni eko muolajasiga oldik va shunda 17 ta yetilgan tuxum hujayra olib, ularni urug'lantirib, oxirida 7 ta a'lo sifatli embrion chiqqandi. Lekin birinchi embrion transfer qilganimizda natija bermadi, ikkinchi embrion transfer ham natija bermadi. Bu a'lo sifatli embrion edi. Uchinchisida mana ikkitirib ketuvdilar yaqindagina, Xudoga shukr. Srazu testda chiqib, mana hozir ko'rsatamiz qanaqa yuqori HGC ko'rsatkichini borligini. Shuning uchun bu butun klinikamiz, butun jamoamizni katta yutug'i. Azospermiyani davolash o'zi qiyin, lekin O'zbekistonda birinchi bor o'zak hujayralar bilan davolanib natijaga erishgan oilamiz, natijaga erishgan klinikamiz, bizani Media-Pharm klinikamiz deb o'ylaymiz. Shuning uchun qizimizni tabriklaymiz. Inshaalloh mana shu farzandni eson-omon qo'limizga olib va shu farzandni ham sizlarga ko'rsatish nasib qilsin deb bugun hammamiz shu qizimizga duo qilib qo'yamiz.